Hammaga xayrli kun. Chilonzor tumani Do'mbirobod mahallasida 12 xonali, katta 2 etajli 3 sotixli uchastka sotilyapti. Ushbu uchastka bilan video davomida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi etajga kirganingizda katta holdan o'ng qo'lga burilganingizda oshxona jihozlari bilan sizlarga tashab ketamiz. Hovlimizda 6 ta sanuzel joylashgan. Bu birinchi sanuzel birinchi etajda общий hisoblanadi. Undan chiqqan joylarda katta zalimiz bor. Birinchi etajimizda bitta spalnining ichida ham yana bitta sanuzelimiz joylashgan. Uyimizni ko'cha qismida, ya'ni hovlida ham bitta sanuzel dushlari bilan qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Undan tashqari ko'cha qismida oshxonalarimiz ham bor va ikkinchi etajga chiqarishga zinalariga chiroyli qilib svetlarni o'rnatib qo'yganmiz. Ushbu uyimizning ikkinchi qavatidamiz. Ikkinchi qavatida bitta spalni, ichida sanuzel, bu yoqdan chiqqaningizda katta balkon va yana bitta katta spalni, bu detskiy xona qilib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari ikkinchi etajimizda yana bitta zalimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimizda общий sanuzelimiz joylashgan. Bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yoqdan chiqqaningizda yana bitta spalnimiz bor. Uyimizning podval qismiga kelamiz. Podval qismi juda ham katta territoriyaga ega. Ushbu podval qismida katta kotel xonamiz bor. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari katta holimizda oshxonalarimiz ham joylashgan. Podvalda ham bemalol yashashli xonalarimiz bor. Undan tashqari namozxona, sanuzellarimiz